Olomon hushtak chalinishini talab qilyapti. Turtilish Nasimentoning to'p yo'qotilgandan keyin dovdirab qolganini ko'rsatyapti. U to'pni ko'rib ikkilanib qoldi. Bu xato shikastlanishga eltishi mumkin. Mana bu Fransiya. Raymond Kappa Fonten uchun outni uradi. Fonten uzatadi. Ha, gol! Fransiya foydasiga gol. Babaning bu to'pini nafas yutib kuzatgandik. Hozir esa Fransiya javob to'pi tepyapti. Bu braziliyaliklarning ruhini tushirishi mumkin. Jamoalar esa shunaqangi qizg'in birinchi taymdan so'ng kiyinish xonasiga yo'l olishdi. Men tor 2 tor deganimda bu tor 2 torni bildiradi. Ammo tor 3 ni bildirmaydi. Tushunarlimi? Agar gaplarimni tushunayotgan bo'lsangiz, ovoz chiqarib, "Ha, murabbiy, buni qila olaman" deb aytinglar. Ha, murabbiy, buni qila olaman. Juda soz. Qara, sen uni kutyapsan, keyin qo'yib yuborasan. Markaziy chiziq qayerda? Qayerda u? Ertaga emas, bugun. Bo'la qol. Balandroq, balandroq. Bizga faqat bitta yaxshi zarba kerak. Men sen deb o'ynay olmayman. Oyog'ing tuzalib qolgan bo'lsa, o'rningga qayta qol. Gap oyoqda emas. Boshimga nimadir bo'ldi. Boshingga? Umr bo'yi Yevropalik bo'lishni xohlagandim. Bu yoqqa kelganimda esa aslida braziliyalik ekanimni tushundim. Doim shunday bo'lib qolaman. O'sha kuni Bauruda hammaga ular bir qismimiz ekanliklarini ko'rsatding. Jing. O ajoyib edi. Hozir bizga kerak aynan o'sha. Jahon chempionatining yarim finali. Fransiya va Braziliya. Ikkinchi taym boshlanish oldidan yelkama-yelka turishibdi. Bugungi g'olib yakshanbadagi finalga chiqadi. Ehtimol Shvetsiya bilan uchrashishi mumkin. Tizzangni ehtiyot qil, tizzangni. Orqaga.